Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Endi bunga nima deysiz? Fanatlar talabi Abduqodir Husanovni Barsaga olib keling. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City safida yangi mavsumni yuqori darajada boshladi. 21 yoshli legionerimiz Josep Gvardiola o'yin sxemasining muhim bo'lagiga aylanib bormoqda. Bundan tashqari Abduqodir universal himoyachi sifatida mudofaa chizig'ining istalgan nuqtasida o'ynay oladi. Ayni paytda hamyurtimiz Cityning eng og'riqli nuqtasi himoyaning o'ng qanotini yopib turibdi. Manchester City fanatlari Husanovni jamoa uchun ahamiyatini ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilyapti. Sport Plus kanalimiz esa dunyo bo'ylab yoyilayotgan muxlislarning Abduqodir haqida fikr-mulohazalarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qilamiz. Tim Phillips Abduqodir Ake va Stones qo'shib hisoblaganda ham ulardan ancha kuchli. Joan Perry Abduqodir sen zo'r yigitsan. Husanov klubimizning eng katta aktiviga aylanib bormoqda. Nur Mustafa Husanov Manchester City'dagi kuchli, kamsuqum, ishonchli va eng mehnatkash futbolchi. Mika Friday Husanov yordamida klub yana dunyodagi mavqeini tiklaydi. Ismail Al-Sodani Husanov mag'lubiyatni qabul qilmaydigan yo'lbars. Muhammad Hisham Hamid kuchli, baquvvat, tezkor va doim tabassum qiladi. Queen Marisa Husanov har doim ilk daqiqalarda o'ynashi kerak. Gian Ili Enrique Husanov, O'Reilly, Diaz, Gvardiol va Donnarumma bor ekan, biz sovrinlar uchun kurasha olamiz. Frime Maptuno bu yigitga vaqt bering. U o'zini juda ham yaxshi ko'rsata oladi. U himoya markazida ham o'ng qanotda ham o'ynash uchun yetarli kuch-quvvatga ega. Wellington Nevsogorum Husanov himoyada xotirjam, lekin o'zida kuch-quvvat, shiddat, temp va tezlikka birlashtirgan monster. Txato Tido Husanov o'ng qanot himoyachisi sifatida Kyle Walker o'rnini bosadi. Gabriel Kalonge Nunes va Luis qo'shganda ham Husanov ulardan kuchli. Flex B Husanovni Barsaga olib kelib, uzoq muddatli loyihaga jalb qilish zarur. Bizga uning tezkorligi, kuch-quvvati kerak deb fikr bildirgan Flexi Barselonaning futbol muxlisi. Albatta do'stlar, hozirda Barselonada ham trend bo'lmoqda Abduqodir. Rane Deni Husanovni hujumga qo'ysa ham bemalol o'ynab ketsa kerak. Johan Trafford City ajoyib topilmasi, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Deve Esekan Husanov City fanatlari qalbini zabt etdi deb fikr bildirishgan. Qadrli do'stlar, albatta Manchester City ham Barselona ham albatta ko'p vaziyatda muxlislarning fikrlarini e'tiborga oladi. Albatta do'stlar, hozirda hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester City'da nafaqat Manchester City balki Barselonada ham juda ham katta shov-shuvga aylanib bormoqda. Qadrli do'stlar, albatta kommentariyaga tushib, hoziroq hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.